Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 11-mart 2026-yil hafta kuniga chorshanba. Bozorimizni boshlashdan oldin chiroyli qilib narsalarimizni terib, arzon qilishni boshladik. Hali hech nimamiz sotilgani yo'q. Shundan oldin bitta arzon qilamiz. Aytgandek, kanalimiz rivoji uchun bir dona like ayamaysiz degan umiddaman. Like, podpiskani sizlardan kutib qolamiz. Xudo xolasa arzonimizni bir boshdan boshlaymiz. Birinchi qatorga kirishimizdan shunaqa chiroyli ispanli garniturdan boshlaymiz. Bunisi Trimus albatta kattagina, pastda ham o'yna, tepada ham o'yna. Holati yaxshi holatda. Bunisi ispanlisi, ikkita tumbichkasi. Ispanlisini ham razmeri 1.60 ga, uzuni 2.20 bo'ladi. Eng katta ispanli bu. Uzuni. Holatlari yaxshi holatda, oyoq tomonlari ham butun ya'ni aybi, sinig'i nimasi joyi yo'q, hamma yo'g'i yaxshi holatda, gayka bo'lishga olingan, hamma yo'g'i ahamiyat berib qo'yamiz. Bunisi shkafi ham osonidan uyga olib kirishingiz 3 ga bo'linadi. Usta chaqir buni olib kel, yana ter unaqasi yo'q. Bu butun kiraveradi, 3 ga bo'linadi albatta. 1, 2, 3. Bu chetda vishilka bo'ladi. Mana bu yerdan gayka bo'ltdan ikkita gayka bo'lt a'la, ikkita gayka bo'lt ba'dan yetsangiz 3 ga bo'linadi. Bu vishilkasi ishlari ham yaxshi holatda turibdi. O'rtasi taklov bo'ladi, ya'ni polkasi, ikkita polkasi bor. Ishlari ham yaxshi holatda, pastda ikkita tortmalari ham bor. Oyoq kiyim, naski ubus olgani. Holati yaxshi holatda, ochilib yopilishlari ham zo'r. Bu cheti ham vishilka bo'ladi. Holati yaxshi holatda. Qo'ldan kelgancha men sizlarga obzor qilib beryapman. Kamchiliklar uchun oldindan uzr so'rab qo'yaman. Hop, bunimizning narxi 4,5 million so'mga dastavkasi ichida qo'yatdik. Vodiy bo'yicha dastavka bepul edi. Endi bu narxini albatta tushiramiz. 4 million 200 ming so'mga vodiy bo'ylab dastavkasi bepul shu narsani 4 million 200 ming so'mga dastavkasi mutlaqo tekin. Vodiy bo'ylab. Ikkinchi spalni garniturimizni obzor qiladigan bo'lsak, bu mana spalnisi, shkafi, ikkita tumbichkasi, Trimusi ba'da. Ichlarini obzor qilib ko'rsatamiz. Bu shirkalari. Bu tomoni o'rtasi taglov polka bilan 4 ta polkasi bor ekan. Ichlari ham yaxshi holatda, shunchaki chang xolos. Bu tomoni ham vishilka bo'ladi. Yaxshi zo'r holatda turibdi. Bir shvanerda bir nuqson, ayb ko'rmadim mahali. O'zlaring bitta baho berib ketasizlar. Qo'ldan kelgancha obzor qilyapmiz. Bu spalnisi razmeri matrasini 1.60 ga, uzuni 2 metr bo'ladi, lekin ichida eng zo'r matras shunda. 4 ta spalni garniturimiz ichida eng zo'r matras shuniki. Firmasining ham nomini bitta o'qib ketasizlar. Bu bitta tumbichkasi, bu ikkinchi tumbichkasi. Bu Trimusa ayblari. Jicha Trimuda mana shunaqa joylari, ozgina ko'chgan joylari bor. Shunisiga ahamiyat berib qo'yamiz. Lekin bag'ida unaqa strashniy ayb ko'rmadim. Oyoq tomonidan ko'rsatish qiyin, mana qo'ldan kelgancha. Oyoq tomonlari ham yaxshi holatda turibdi. Hamma yo'q bo'ljakaga olingan. Xo'p, bunimizning narxini 3 million 700 ming so'm vodiy bo'ylab dastavkasi bepul. 3 million 700 ming so'mga vodiy bo'ylab dastavkasi bepul. Aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh telefon raqamlarini oxirida qo'yib o'tib ketamiz. Poliski servantimiz Polshada ishlab chiqarilgan, holatlari yaxshi holatda, lekin bitta mehr bilan changlarni artish kerak. Svitinilarigacha bor ekan. Narxi 700 ming so'm. Zarur bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bu Polshani servanti desalar ham bitta tushunamiz. Chiqishimizda Adin Ispanis krava so'ragan kuzatuvchilarimiz uchun zo'r holatda ikkita oyoqlari ham splashni, ya'ni yoppa oyoq, xalq tilida polirovkali. Eng qizig'i tayida deyapti. Hurmatli kuzatuvchilar. Taylarda temirlari, oyoqlari. Bu adashmasam yo ukrainskiy yo beloruskiy. Matraslari ham radniy, qoplanmagan holatda. Razmerlariga keladigan bo'lsa, har bittasi 80 ga, uzuni 1.90 bo'ladi.
Hop, bunimizning narxini hop 650 mingdan qo'yaylik, 1 million 300 ming so'm. Menimcha pulga arzib olsa ham kerak, 1 million 300 ming so'mga ikkitasi. Lekin sifatga gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Hop, keyingi qatorimizda ham отдельный spandli bor. Ikkita 6 ta o'xshi. Hop, bunaqa taysondoliklardan boshlaymiz. O'sha sovetskiy mahalla chiqqan. Taylari ham, panellari yangi turib, holatlari zo'r holatda. Materiallar radnoy turibdi. Ikkalasini ham tay sandiq ochiladi. Hop, bunimizning narxini 1 million 200 ming so'm qilib beramiz, ya'ni 600 ming so'mdan aloqaga chiqib qolsa, buni nomi Bigimot. Hali Bigimot desam ham bitta tushunamiz. Telefon qilganlaringda. Hop, 2 kishilik spalniyimiz. Matraslari ortoped holatda, Toshkent zavodskiy. Razmerlari 90 ga, uzuni 2 metr. Hop, chetlari yog'och bilan kombinatsiya, o'rtasi MDF bo'ladi. Hop, bunimizning narxi 2 million so'm. Ikkitasi, ya'ni 1 million so'mdan to'g'ri keladi. Buni razmeridan ichisidan chiqibdi. Bu 80 ga 190 bo'ladi. Hop, bu temir oyoq. Bu ham sovetskiy, Rossiya mahalla chiqqan. Taylari panelali, lekin oyoqlari temir, karkazlari baquvvat. Hop, bunimizning narxini 1 million 100 ming qilib beramiz, ya'ni 550 ming so'mdan aloqaga chiqaversa, uchinchisi. Keyingi qatorga o'tib ketyapmiz, hurmatli kuzatuvchilar. Bolgariyada ishlab chiqarilgan. Oyoqlariga ahamiyat berib beramiz. Chiroyli holatda, bu yog'och bilan ishlangan. Manitlari, oyoqlari, yonlari yog'och, bu taklanadi ham. Matraslari ham zo'r holatda turibdi. 83 ga 190 uzuni. Hop, buning narxini 1 million 600 ming so'm qilib beramiz. Ya'ni 800 ming so'mdan. Import narsa, bu o'zingizda kesalang, damaslang bo'lsa ham sig'ib ketaveradi. Bunga yo'l kira qilish shart emas. Keyin esa shunaqa ugaloyimiz bor. Taylari sondiqli, yaxshi holatda. Ozgina shira bor ekan metda, lekin yaxshi turibdi. Bu 2 kishilik spalni ham bo'ladi, taydan chiqadi. Magnetlar uncha notekislik uchun chiqarolmadik. Hop, u tomon bu tomon bo'laveradi burchagi. Hop, bunimizning narxi 1 million 400 ming so'm. Uchtasi birda, sondiq, spalni, ugaloy. Menimcha puliga arziydi. Yostiqlari ham zamoyli bo'ladi. Chiqarib yuvsa bo'ladi. Bitta yengil, arzon paklibalar o'tashab bersangiz, xizmatingizni qilaveradi. Keyin bu prujinali ekan. Parallelli emas, Toshkentniki bu. O'zimizning vodiydagi emas, Andijon yo o'zimizning vodiyda ishi emas. Aloqaga chiqarsa, narxi 1 million 400 ming so'm. Kirishimizga yana bitta ugaloy bor. Spalni garnitur bor. Bu kravati, ikkita tumbichkasi, bu Italiyada ishlab chiqarilgan. Bu shkafi bo'ladi, 6 eshikli. Primosi. Kravatlar razmeri 1.80 ga, uzuni 1.92, ikkita tumbichkasi. Ishlari ham oppoq bo'ladi, bu italyanskiyda. Bu shirkat tomoni. O'rtasi polkasi yaxshi holatda lekin. Aybi ishlatilgan. Italyanskiy ichi oq bo'ladi, chiroyli bo'ladi lekin. Primosi. Bunimizning narxi 3,5 million so'm. Vodiy bo'ylab mutlaqo dastavkasi tekin. Eltib berish tekin. Vodiy deganda endi Namangan, Qo'qon, Andijon shu kiradi. Farg'ona o'zimizni Marg'ilonchi, hamma yo'g'ichi dastavka bepul. Faqat vodiychi. Aloqaga chiqaverasizlar. Hop, bunimiz yana bitta spalni garniturimiz, 4-inchisi. Zo'r holatda turibdi. Bu high-tech hisoblanadi. Matraslar original ortoped bo'ladi. Bosh tomonda qo'shimcha bolishlari bor. Mana tumbichkasi. Tumbichkasi ham stoykali. Oyoq tomonlarini ham zo'rlab ketamiz. Shkafi shunaqa katta ko'pik bo'ladi, 2 metrdan oshiq eni. Bu tomon polka, uchta pastida ikkita tortma. Tortmalarning kirib chiqishi o'ta chiroyli. Bu murskoy vishilkasi.
2 qavat bo'ladi. Bu ayollarimiz uchun uzun kiyim tomoni. Bittasi taklovi, uzun kiyim uchun eshitkasi. Ichlari ham keng, enlariga ahamiyat beramiz. Eni ham katta, yo 55 yo 60 chiqadi, ichi ham chuqurligi. Bu trimosi tortmalari hamma joyda hozirgi zamonning standartiga mutlaqo javob beradigan. Bunimizning narxini 4.800.000 so'mga vodiy bo'ylab dastavkasini tekin qilib qo'ygandik. Endi buni ham narxini tushiramiz pastga. Xo'p, 100.000 bas, 200.000 bas, 300.000 tushiramiz naqd. 4,5 million so'mga vodiy bo'ylab mutlaqo dastavkasi tekin. Ya'ni Farg'ona, Namangan, Andijon, Qo'qon vodiyga kirib ketadigan o'sha joylar mutlaqo dastavkasi bepul. Dastavkasi degani ya'ni mashinaga yuklab chiqarib yuboramiz, shunisi bepul. Sizlar tushirib olsalar ham bo'ldi, yo'l kirasi bizdan. Lekin uyingizni olib kirib joylab berish ichida emas. O'shanisini aytib berganim yaxshi. Hop, bu 2 kishilik spalni. Donasi $100 ya'ni 1.200.000 so'mdan. Bu puliga o'ta arziydigan narsa. Ko'pchilik videoda tushunmayapti. Oyoqlari ham, karkaslar polni temirdan bo'ladi. Donasi 1.200.000 dan deydi, lekin o'zi aslida matrasini ham puli emas, bitmaydi. Tayri karkaslarga ahamiyat beramiz. Profildan bo'yga. Shuni tushuntira olmayapman. Kelib bitta ustida ko'rsalang, bu boshqa narsa. Qimmatchi deyishyapti, lekin puliga arziydi. Matrasning o'zi ham bitmaydi 1.200.000 so'm. Hurmatli kuzatuvchilar, 90 ga uzuni 2 metr bo'ladi. 1.200.000 so'mdan 2.400.000 so'mga mashina kim olsa, dastavkasi vodiy bo'ylab mutlaqo tekin qilib beraman. Uydan olib ketishga 1.200.000 sotyapti. Bitta shuni skidka qilib qo'yamiz. Vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul. Marg'ilonda bo'ladi, Farg'onadan, Qo'qondan, Andijondan, Namangandan farqi yo'q. Aloqaga chiqsalar ham bo'ldi, faqat 2 ta olganga dastavka. Aloqaga chiqarsa telefon raqamlarimiz 91 681 94 19. Yana bitta qaytaraman. 91 681 94 19. Ismim Ulug'bek. Aloqaga chiqarasizlar. Video pastiga ham qo'yib ketamiz telefon raqamni, aloqaga chiqarasizlar.